Mana Rossiyada o'zbekskiy somsa. Mana bugun kiyimchalarni yuvib qo'ydik. Biz mana bugun 3-skriniga borib keldik. Skrinidan chiqdik. Hammasi yaxshi, bolachamiz ham yaxshi, Xudoga shukr. Shu endi hozir ketamiz. Endi hozir shashlichaga ketamiz. Uchinchi skrinidan o'tib oldik, ginekologdan o'tib oldik. Ginekolog meni urishyapti, sen ko'p semiryapsan deb, lekin men shashlik bilan somsa yegan ketaman. O'zbekistonda o'tirgan. Mana Rossiyada o'zbekskiy somsa. Tandirga yo'qolgan somsa. Bizga yoqimlisi ham. Qanaqaligini ko'rsating. Mana shuni o'zi yig'ish kerak. Bir kecha ketadi. Qiliq qilganingizcha qilasizda. Yo'q, tashlaymiz. Mana bunaqa videolari bor ekan. Qanday yig'ilishi? Telegram, YouTube kanalida bor. YouTube'dan ko'rsang bo'ladi. YouTube'dan ko'ray. O'shancha telefonni zarar qo'ydik. Ko'ramiz. Hozir mana keldi. Hozir tirishishi, короче. Sizlarga bir sekund o'tamiz uchun ko'proq vaqt o'tamiz. Boshlaymiz. Dada bo'lish osonmi? Oson. Qiyin emas. Qiyin emasmi? Ha. Balonchali bu qizlar kamot. Chunki zo'rdan xohlagan xonaga olib o'tishga. Peksa, nefasliksa, kırmızı kolik.
Mana qizlar kamotchamiz. Balonchali bemalol balonchasi qotiriladi yechiladi. Bemalol xonadan bu xonaga oluvchisi bo'ladi. Mana shunday ochiladi. Hozir artvolim ustalarini ichlarini changidi. Hozirkim yasaganlari prosta qo'l izi qolgani uchun artvolimda hozir. Mana shunday ochilib, baqqa pamperslarini almashtirib, misol uchun cho'miltirib, ana sochoqqa artintirib, kiyintirib, mana shunaqa inni ana qilish kerak. Buni ustidagi anochasini ko'rpachachasi va o'shandan zakaz qilsam ustiga shunday keyin yig'ib qo'yish bo'ladi. Ichlari ham katta ekan, hozir ochib ko'rsataman. Mana qizlar ichlari. Ashunday qattiq yopilganda o'yda balaliklar bo'lsa ochish qiyin bo'ladi. Ashunday yopilishi magnitli. Ashunday. Vaqtda qolgan mana maqchalar. Endi divanchasi kelsa, uni ham yig'salar ko'rsataman uni ham. Qalay ekan, yaxshimi ekan? Narxini yozib qoldiraman videoda. Точно aniqini bilmayman narxini. Azondan zakaz qildik, azondan narxini ko'rib sizlarga videoda yozib qoldiraman. Qizlar, men plyonkalarni yuvishga kirmoshinga tashlayapman. Qizlar, men sochoqchalarini yuvib qo'ydim. Plyonkalarni. Bu katta sochog'i. Hozircha shu sochoq bilan plyonkalari mamnaqa ikkita sochoqchasini yuvib qo'ydim. Bu og'iz-bog'ichalarini artishga bir nimalarni artishga olgan edim. Hozir atom yuvib ketaman buni. Shu 3 ta to'g'racha olganmiz mamnaqa kirlarini yuvishga.
Gitti yanaqalarini terib qo'yaman. Hali polnisdi buni ichiga narsalarini solib aniq qilsam videosini qo'yaman. Hozircha mana mana shu xonada turibdi. Детский порошокchada yuvdim buni. Oddiy poрошokda emas. Endi baribir ham bular kim qayerlardan kelgan, kimlar ushlagan. Azondan, Valbersdan Azondan zakaz qildim-ku. Buni ham sachoqchasi. Buni Valbersdan zakaz qildik. Sachoqcha. Homiladorligim 7-oy videosida ko'rsatgan edim, bularni raspakovka qilgan edim. Shunaqa qilib yuvib qo'ydim, qizlar. Qizlarjonlar, mana bugun kiyimchalarini yuvib qo'ydik. O'zi kecha yuvgan edik, kecha videoga ololmadim. Asabalijamni ishtanchasi. Yostiqchasini ham, hamma narsasini детский порошокka yuvdik. Fozil akam yordam berdilar. Shapkachalari, naskichalari. Bitta mana bu rozviy bo'lib turibdi, narsa qo'lqopchasi, chunki beremennilar kiyadigan bury zakaz qilgan edimda, o'sha buryga qo'shib berib yuborgan buni podarkaga. Buni ham yuvib qo'ydik, hech nimasi qolmadi, ham narsasini yuvdik. Bu bulutchali adyolchasi. Bu 2 qavatli bunaqa adyoli. Hammasini etiketkalarini manaqlarda bo'lgan qog'ozchalari bo'ladi-ku, o'shalarini olib yuvib qo'ydik. Пока что hozircha shu kiyimchasi 2ta bodicha. Oldingi videomda raspakovka qilgan kiyimchalarim. Men mana raspakovka qilishga ulgurolmay qoldim-da. Mana bunaqa kiyimcha. Chundiylar, jenforchali. Mana bu shapkasi, naskichasi. Shunaqa qilib yuvib qo'ydik. Fozil akam yordam berdilar. Qizlar, bunaqa narsa zakaz qildik. Sut sog'aydigan, men internetdan ko'plarni ko'rdim. Birinchi shunaqadan olinglar deb ko'plar maslahat bergan, ruchnoyligidan olinglar deb. O'sha uchun hali buni polностью ochib ko'rganim yo'q. Kecha Valbersdan olib keldik. Instruksiyasi sut sog'adigan. Elektronniylari har xil bor ekan. Internetda, Instagramda ko'plar mana shunaqa birinchi ruchnoyligidan zakaz qilinglar degan, olinglar degan. Keyinchalik olaverasizlar unaqani degan. O'sha uchun пока что hozircha ruchnoyligidan oldik. Hozir bitta qo'lim bilan olish qiyin bo'lyapti. Bunaqa firmadan. Meni kichkinaligi. O'zini butilkasi ham bor, shunaqa firmadan, boshqacha firmadan. Bu qanday qilinadi? Endi qanoq chiqamanda, ko'p chiqamanda, hozir qo'yib ko'raman. Bunday cho'qqa, ha? Bu ekran. Короче, bunisi baqib qo'ysa kerak. Baqib qo'ylar. Наверное, baq. Xullas kalom buni yomon baqama instruksiyasini o'qish kerak, ko'rishim kerak endi. Hozir bitta qo'l bilan buni uncha tushunmadim.
keyin boyaginaqa cho'lki. Kompressionniy deydimi, o'shanaqa cho'lki zakaz qildi. Kiyib ko'rib oldim, bo'ldi. Bitta kiyib ko'rdim, вообще oyog'imni qisdi. Keyin anonni Valbersdan, endi punktidan olib ketamiz-ku. O'sha yerda kiyib ko'rdim-da. Keyin kiyib ko'rganimdan keyin bo'ldi, razmer to'g'ri keldi. Keyin yechganimdan keyin oyog'im вообще og'ridi lekin. Nimaga bilmadim. Balki homiladorlik payti kiymash kerakdir. Bilmayman, men qog'ozchasini o'qishim kerak. Buni ham 2 oyni kecha olib keldi, anonni Valbersdan. O'shanga hali o'qiganim yo'q, buni ham ko'rolganim yo'q, shunaqa. Shunaqa qilib, mana shunaqa cho'lki bilan shunaqa sut sog'ayotgan zakaz qildik. O'zini butelkasi ham bor edi. O'zini butelkasi ham shu firmadan ekan. Menimcha adashmasam. Shu firmadan ekan. Ikkovi bir xil. Xullas kalom shunaqa bularni o'tgan videolarimda ko'rsatgan edim-ku. Hozircha shularni zakaz qildik. Taxlab qo'ydim sachoqchalari, plyonkasi, adiollari, naskichalari. Hozircha olganimiz shuda, keyin yana olsak, yana yuvib qo'yaman. Hozir kuchim bor edi. Qo'ylayman, udobni ekanda qaranglar, o'tib qilishlarga bu nochas. Mazza. Fozlagam tapchkalarini kiyib olganman. Bunisi oyog'im shishganda o'zimni tapchkam qisyapti o'sha uchun. Fozlagam eski tapchkalarini kiyib olganman. Tapchkasi yo'q ekan deb o'ylamanglar yana. Tushunasizlar-ku, hozir ko'raman. Burgerga keldik. Burgerchi. Men burgerga to'ymadim. Lag'monchani zakaz qildik choy bilan. Bu bulgumga keldik. Mana g'da. Namarashtonliq kiyimchalar.
O'tgan safar ko'rganimizda mana shu. Mana shundan bitta olaylik. Tut mana bu yerda kishi bor ekan. Chik. No'nes bu senga qara. Siz ham ko'ring-da Fozil aka. Mana bunaqa kiyimchada shu kombinezoncha, ishtonchami, ishtonchalimi? To'ya. Ha. Mana katta razmer. Bog'da qizchalanki. Bog'da bo'lishi Yig'di mana buni qarang. katta bo'lgan ekan. Ana shular. Shunaqalarda. 56. Ana serichasi ham chiroyli. Adnatan. 62 bo'lsa ham bo'laveradi. 62. Mana qachasi bor. U toza qap-qarami deyman. Dog' qolmayotgan bo'lsa. Mana bunaqa bor ekan. Qalin. 62. Ana shuni nechi pul ekan mana o'zi. Shag'da. Puli qayerda yozilgan bilan? Puli? Bilmayman. Boshqa joylarda. Puli mana bog'da yozilgan. 600 lira. 600. Buni 800 ekanda. Buni 900. Buni 900. Mana bunaqa bo'lmaydi. Bo'ladi. Bo'ladi. Kapishon kechasi. Bo'ladi. 62. Kattaroqdan olamiz. Bu kattaroqdan olish kerak mana. 18 bor ekan. Shunaqa olamiz. Buni to'xtab turing, yupqa mana qaladan olaylik. Keyin olamiz. Mana shuni ham 62 dan kerak. Коричневый. Undan oldiganmiz. Bu chiroyli ekan, bu to'qol. Buni oyog'i bo'ldi, buni oyog'i yo'q. Bunaqadan olamizmi? Voy bo'ldi shunaqadan. Ketamiz. O? Necha razmer? 56mi? 62 ham bor ekan. 62. Yo, analigidan, futbolkaligidan. Qanaqa futbolkaligi? Mana. Yengil.
Hı. Ben ne çıkacağız? Hı. Sıkınız. Hı. 62. Hı. Şundan alıp da alamız. Ha. Sen ısırağıda. Hı. Sonra olaversin. 2 tane var diyor. 18. Milyon. 18. Şu 2 alsak 8 olur değil mi? Hı. Zora? Hı. Zor. Paxta. Hı. Paxtada. 62 tamamımız. Buz. Arka ekan 62. Anlamadım. Başkasını. Hı. Şunusunu. Paxtadan bu. Zor ekanmiş. Hı. Hı. Yaşıl çayını. Tamam, çay. Buni baribirisidan ko'rganman-da o'shani. Xo'p. Birdan salfetka bilan pampersni olib ketamiz. Obersiz olaram. Olib ketamiz. Ağlaya qaraylar yana issiqlik o'g'il balanki. Bo'lam shu. Shular yetam. Minna olli, ikkita, minna olli, bitta issiq bo'ladi. Bodicha olli, Mana yana issiqlar bilan. yana olli. Ana biz kilo olib ketamiz. Mana qadar Shundan ham. 56 so'm. qo'shilgan ekan. Ha, kiydirishga so'm. Hı. Qanday kiydiriladi? Nechilat? Mana ichida qo'shilgan. Yomni ujimni shuni kiydirish. Ha, shunday. Qanday yechiladi, qanday kiydiriladi? Oson bo'lsa bo'ldi. Ha. Ha. Musaddi ekan mana qarang. Mana keyin boshqacha anavlar bilan kiydirsangiz. Aldan diniy qilib. Mana ham ichida kiydirsa bo'ladi. Bunaqasi yo'q o'zi. Zo'r.
Hı. Nechta bo'ldi? 5ta, Yana bitta bo'ldi, uchinchisi. 6ta bo'ldi. 5tek. Ha, 6tek. Ha, qara. Ha, mana yana bitta. Qo'limda ekan. 6ta bo'ldi. Mana bir xil qilyapman mana. Asli oppoq. Voy. Bunaqa oling. Bir xil qilib. Shunaqadan. Qaysi razmer? 50, 62 mi? Bu? Shu bo'lsa kerak. Tepasi yozilgan. 56. Mana Qani to'xtaman qarayman hozir. Mana. Zo'r. bu ikkita qalini. Bunaqachasi. Bunaqachasi. Bunaqacha. O'g'il balank. O'g'il balangina olaman. Uzrog'idan. Ne yozilgan-ki? Yo'q, o'zi ko'rinishida. Kalvatga shunaqa g'ijim-g'ijim bo'lib turadi. Uzun emas. Shuni kiydiriladi. Kalvatga ne kiydirasiz? G'ijim-g'ijim bo'lib qoladi. Shunday hidmat bo'ladi-ku. Tashlantirmaydi-ku, o'sha uchun shunday uzundir. 80 olti. Bunaqa o'rgandir. Muchicham. Bag'da kelasi. Suratda? Yo'q. Qarab o'tiribdi. Nasklar bag'larda ham bo'lishi kerak yani. Qarab ketaylik. Ha, bo'lsa bo'ldi. Gani chop deydi. Nimachi? Nima qilamiz? Pampersi bilan olsa ketdi. Ol. 3 kilodan 5 kilogacha. Salfetkasimi? Bu tarafda.
Gęzę podwórze. Buni boshqasi bor. Ha, mana 15-chi, 16-chi. Kelamiz, olib ketamiz tovarlarni. Yana nima qoldi? Tug'ish qoldi. Ne? Tug'ish Tovush qoldi. Kiyimchalar olli, kiyimchalar olli, pampers salfetka olli. Yana ana radon kiygizishga 3 talik bo'ldi kiyimcha. Shundan Radom kiygizishga olib chiqishgan. olib chiqishga olamiz. Adil jamoatgacha. Yana qanaqa? Yana tug'ilgan payti kiyadi. O'sha. Xo'p. Bag'dabon. Yo'q. Adam yo'q ekan. Keyin ko'rsataman. Ha. Hamma zakaz qilamiz. Faqat moshincha bo'lib ketamiz hamma joyga. Moshincha. Samolyot. Mana bu. Hozir tishlar bilan pampers bilan oldik. Hozir ana qo'lasida Nima? Karton. tuxumni yaqinlashtirib olyapsiz. Ya. Karta qo'lasida. Sana allaqay. Sucha. Kuchnich. Kuchnich. Shunday bo'ldi. Ha? Mendan kattaroq bo'ladi. Bilmadim. Shunday bo'lsa kerak. Keyin birdan katta bo'lib ketaveradi. Mana shunday. 7 santimetrli ekan o'yinchoq. Bilmayman. 40 santimetr ekan ammo. Mana shunday. Mana shunday. Toza kichkinachasi. Mana. Boshida shunday bo'ldi. Qo'yib qo'y. Hangisi atrofda? Думаю, ну, если влезет, то... Qachon bosaman? По карте. Выкладывать, пожалуйста. Так, скидка 654, то платить 5900. А сегодня
количество обслуживания класса? Бесплатно. Ваш чек за тебя захочет. Спасибо большое. Самый маленький. chechilladimi? Ana boshqa magazindan ham narsalar oluvdik, o'shalarni ham keyin ko'rsataman. Mana oldim mana bu bilgum. Mana podarka berishdi. Nima edi? Salfetki. Rakotkami? Podarka sen Mana shu magazin. Joy bor ekan. Senior pomidorga keldik. Yana bir kunimdan salom qizlar. Ancha kun video olmadim chunki sababi juda ham qattiq gripp bo'lib qoldim. Tomog'im og'rib, burnim oqib, mana shunaqa gripp bo'ldim, lekin isitma qilishgacha bormadim. Isitma qilishgacha olib bormadim. Uyda tabiiy holda davoladim. Uyda tabiiy holda davolaganligim uchun ancha uzoq vaqt davom etdi. Manimcha bir haftadan ziyod, 10 kunlab bo'ldi adashmasam. Shu 10 kunlab bo'lib qoldi. Bugun 23-sentyabr. Xullas kalom, o'sha kuni oxirgi olgan videom shu magazinga borganimiz va narsalar olganimiz ekan. Sizlarga video olmadim gripp bo'lganligim uchun, lekin isitma qilmadim, isitmagacha olib bormadim. Uyda oy sharoitida davoladim. Namako'pli obdishga tuz solib, namako'p qilib, tomog'imni g'arg'ara qilib, choyib, shunaqa qilib yaxshi qildim tomog'imni. Imbir, limon, asal qo'shib, ko'k choy damlab, shunaqa qaynoq qilib ichdim. Shunaqa qilib ichsanglar, xuddi tayyorxotda anaqasi ta'mi bo'lib qolar ekan. Imbir, limon, asal va ko'k choy. Hammasini bitta qilib choynakka damlab, qaynoq qilib ichdim. Xuddi tayyorxot teraflyuladek ta'mi bo'lar ekan. Shunaqa qilib o'zim yaxshi qildim. Yaxta suv ichmayman, yaxta narsa yemayman, faqat obdish ichyapman. Gripp bo'lganim sababi bizda hozir mana sentyabr kuz oyi, qishga tayyorgarlik bo'lyapti. O'shaning uchun issiq suvlarimizni o'chirdi, havo sovib ketdi, o'yla yaxlab ketdi, issiq suv yo'q. Yaxta suvga bet qo'limni yuvganim uchun balki shunga shamollagandirman, bilmadim. Xullas kalom qizlar, homiladorlik 8-oyga kelib mana shunaqa gripp bo'ldim. Bu grippni qaytib kelmasligini xohlayman. Qaytib gripp bo'lmasligiga harakat qilyapman. Anaqa narsalar yemayman. Anaqa narsalar gripp yomon narsaga homiladorlikda, ayniqsa yo'tal bo'lsa, balg'am bo'lsa, вообще yo'talganimni qornim qisilib qolib, har yo'talganimni o'zi aktyorgan paytim o'zi boshqacha bo'laydi, qo'rqib qolaydi. Xullas kalom. Ko'rsataman. O'sha kuni menga anaqa berdi. Podarka, prokladka. Mamlaqa naskicha oldik. Videoda ko'rindi, ko'rinmadi, bilmadim.
Xo'sh, kiyimchalardan boshlasam. Bu safar razmerini kattarog'idan oldik. 62. Materialchasi juda ham yumshoq, paxtadan, 100% paxta deb yozilgan. Shunaqa kombinezoncha deydimi? Oyoqchali, knopkali. Men o'ylayman, nimanaqa bo'g'ilib qolmasmikan? Qizlar slishkam kichkina. Hamma kiyimlarda shunaqa e'tibor berdim. Balki o'zi shunaqa bo'lar. Shunaqa birinchisi shunaqa kiyimcha. Uyga kiygizishga. Keyingisi bundan sal qalinroq, bu ham 62, bu ham 100% paxta. Buni ham oldi shunaqa kichkina, kichkina. Oyoqchali, knopkali bu ham. Shunaqa. Keyingisi mana bunaqa. Italiyanaqa. Bu отдельный nochasi, futbolkachasi, ichidan vodolazkacha, mayni futbolkachadan nachasi. Ustidan bunaqa kombinezonchik. Medvedchali, bu ham 100% paxta ekan. Xullas mana shunaqa oyoqchali kombinezoncha. Buni ham mana knopkali. O'zi hamma mana knopkali chiqyapti menimcha. Keyingisi bunaqa ikkitali, bunaqa. Bularni ham bunaqa etiketkalarini olib, og'izchalarini olib, yuvaman, hammasini yuvib, quritib, telab, solib qo'yaman shkafchasiga hali. Ertagami yoki indingami qilaman bu ishni, chunki ertaga ginekolog oldiga borishimiz kerak. Shunaqa ikkita mana shunaqa, bittasi oppoq knopkachalik, bittasi shunaqa bejevый rang, qaymoq rang. Shunaqa kiyimcha. Keyin mana bunaqa kombinezon. Faqat kombinezonchalik oldim. Shtonchalik bitta. Hozircha bitta shtonchalik kiyimchasi bor. Bo'ldi. Yana Valbersdan zakaz qilganman. Buni keyingi videomda ko'rsatsam kerak, chunki keyingi hafta keladi. Вот. Shunaqa rangli однотонный. O'zi menga mana shunaqa однотонныйlar yoqadi. Hozirga menga ham shunaqa однотонныйlar yoqyapti. Чтобы bijir nimadir uchunlar yoqmayapti bizga. Shunaqa kombinezon. Yana bitta o'zi kombinezon deydimi, nima deydi qizlar o'zi buni? Men bilmayman nima nomlarini aytilishi. Kombinezon deyilgan. Qayerdan bilaman, birinchi marta uni bo'layapman. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa однотонный. Shu firmadan bo'lsa kerak. Sal boshqacharoq. 62 razmerda. Вообще katta-da. Uzman yarimdan kelyapti 62. No mayli, chaqaloq tez katta bo'ladi. Hozir o'zim ham ko'p blogerlarni kuzatyapman. Tez katta bo'lib qolyapti, kiyimlarini kiydirishga ulgurolmay qolyapman deb aytyapti-da. O'shanga kattarog'idan olyapman mana. Ikkinchisi mana shunaqa bodycha. Body deyiladi. Body с коротким. Bodycha. Shunaqa однотонный. Конечно, kiydirish maneri tepasidan knopkali. Shunaqa. Shunaqa naskicha, oyoqchali. Bergan podarkasi.
Huggies Pampers birligidan olmay 3 kilodan 5 kilogrammgacha. Bu degani endi bachchani kilosi, shundaymi qizlar? Kommentariyada yozinglar. Bu bachchani kilosi bo'lishi kerak adashmasam. Xullas kalom Huggies Pampersidan oldim. Sizlar qanaqa Pampers olgansizlar? Birinchi ratomni olib ketishga buni ratomni olib ketaman. Nechta bor ichida? 20 ta. 20 ta bor ekan. Shunaqa влажный salfetka. Pampersda qanaqasidan olgan bo'lsam, влажный salfetkani ham xuddi shunaqa firmadan oldim. Keyingisi mana shunaqa kirmoshinga yuvish uchun buni ochamiz. Kirmoshinga naskechalarini, narsalarini solish uchun mana shunaqa setka deydimi, buni nima deydi buni? Inglizcha yozilgan. Meshok для стирки. Shunaqa meshokcha. Naskechalarini solib yuvishga endi kirmoshinda naskechalarini solib yuvishga endi kirmoshinga solib yuvishga o'rganib qo'yganman. Kirlarni bachcha kiyimlarini tez almashtiradimiz. O'shaning uchun shunaqa narsa kerak deb o'ylayman. Kirmoshinimiz avtomat. Naskechalarini shunga solib, shuni sovoraman. Yuvib beradi. Buni ko'p analarda ko'rganman, blogerlarda. Shunaqa qilgan. Yana shunaqa naskecha, endi bittasiga naskechasini solsam, bittasiga shapkalarini, qo'lqopchalarini solib yuvishga, bittasi naskechasiga, bittasini shapka qo'lqopchalariga oldim. Bu ham xuddi shunaqa meshokcha, shapkachalarini solib, parashok solib kirmoshinga tiqib yuborsam bo'ladi. Uchinchisi katta kiyim uchun, shunaqa kiyimchalar uchun shunaqa zamochkali. Hali bunga solib yuvgan paytim ham ko'rsataman. Shunaqa meshok olib, kiyimchalarini solib kirmoshinga tiqishga. Чтобы titilib ketmaydi yoki nimadir bo'lib ketmaydi. Solib yuvib ko'raman, sizlarga video qilaman hali. Yaxshi yomon. Xullas shunaqa meshokchalar olgan edik. Keyin ikkita bunaqa idish solishga. Ikkita mana shunaqa nima deydi buni? Organizercha olgan edim. Shampunlarini solib qo'yishga, narsalarini terib qo'yishga. Hali narsalarini terib qo'yaman. O'shanga mana shunga shu stol ustiga qo'yishga olgan edim. Yana bir ikkita narsalarini, bittasini balki aptechka qilarman. Bittasiga shampun, savun, quloq tozalagan, mana shunaqa narsalari turadi. Bittasiga aptechka qilib qo'yaman. Shunaqa hozircha. Yana bitta narsa olgan edik, hozir ko'rsataman. Mana shunaqa quyoncha ham oldik. Anachasiga
buni o'zim yaxshi ko'rib qoldim, quyonchani. Divanchasiga, hali divanchasi ham kelib qoladi. Divanchasi kelsa, karavotchasi. Uni ham er-xotin ikkalamiz birga yasaymiz. Buni ham anne birga yasagan bo'lsak, u ham keladi, birga yasaymiz. Videolar olaman hali. Zakaz qilganmiz Azondan. Quyoncha oldik. Buni oqi ham bor ekanda, oppoqchasi bor ekan. Keyin oqini qo'yib ko'rdimda, yoniga buni qo'yib ko'rdim. Oqi qanaqadir qizlarnikiga ko'proq tortdi. Qizbachalarni o'yinchog'iga ko'proq qo'shilgandek bo'ldi. O'shaning uchun bizning bolachamiz o'g'il bo'lganligi uchun shunaqa ko'k rangligidan oldim. Xullas, mana shunaqa narsalar. Mana shu kiyimchalar, setkalar, pampers, влажный salfetka, kiyimchalari, yana kiyimchalari. Noskicha. Shu bilan 8-oy tugadi. Shu bilan 9-oy boshlanadi. Shu bilan 9-oy vlogi chiqadi qizlar.